Nega o'sha mishqiga kuchimiz yetmaydi deb o'ylayapsizlar? Sen ham shuni so'rayapsan. Avvalgi otalar ham shu haqida so'ragandi. Bilasanmi nima? Bu uy sen o'ylagandan ko'ra xavfliroq. Bilasanmi nima? Ularning hayoti sen o'ylagandan ko'ra xavfliroq bo'lgan. Ular boshdan kechirgan dahshatni oldida seniki hech nima emas. Ojizlar o'lib ketgan, kuchlilar esa ularni yegan. Bori shu. Bizga bor yo'g'i ovqat kerak edi.